Abilarim, yaqinda bu abiyimizni to'ylar ekan. Gentiliza do'konida umumiy kuyov obrazini birgalikda tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib ishimizni kostyum tanlashdan boshlaymiz. Hop, bu abiyimizga tashqi ko'rinishlari va bo'ylarini inobatga olib, poloskali mana shu kostyumni tanladim. Abiyimni ushlab turing. Endi ko'ylakka navbat. Ko'ylakka keladigan bo'lsak, Gentiliza brendi ostida tikilgan oq ko'ylakka tanlayman. Endi navbat oyoq kiyimga. Abilarim, oyoq kiyim ham Gentiliza brendiga tegishli bo'lib, tabiiy charm va qulayligini inobatga olib, kuyov bola obrazi uchun tanladim. Abilarim, abiyimizni kuyov obrazlari tayyor. Ko'rib bitta baho berasizlar? I like this.